Trekker mashinalari sir emas, haqiqatan jo'stki ishlab chiqarilgan. Bu narsani yumshatish uchun hamma joyda aksiya, qanaqadir muddatlar qo'yilgan holatda 100 dollar evaziga yumshatib beramiz degan hamma joyda aksiya bo'lib yotibdi. Bizda bu narsa aksiya emas, bizda постоянный narx, srok yo'q. Любой mahal kelsangiz 100 dollar evaziga yumshatib beramiz. Bularga nima kiradi? Birlikda ko'rib chiqamiz. Siz like bosib turing. Xullas kalom, Trekker 12 mashinalar uchun обязательно rechef tulka Cobalt qoqiladi. Qolasalari Mercedes bo'ladi. Narxi salgina farqi bo'ladi. O'rtacha standart ko'pchilikka yoqadigan narsa Cobalt. Hop, Cobalt rezinka qo'yiladi. O'ziniki ko'rishda ham mumkin, ancha kichkina hamda vesi yengil. Buni asosiy farqi mana bu rezinkasini Sirosda ancha farqi bor. Xo'p, oldiga qoqiladi. Undan tashqari orqa tomoniga ikkita обязательно ichi to'la quyma tulka qo'yiladi. O'ziniki yesib tashlanadi. Endi orqasi yechiladi hamda orqasiga ikkita prujina, ikkita amortizator kiradi. Xuddi shu narsalarni bonus qilib berish 100 dollar bo'ladi. Shundan keyin mashinalaring ko'p bo'lib, mana shu yumshoq bo'ladi. Bu videoda asosan Trekker minadagi akalar jo'natib qo'yasizlar. Undan tashqari barcha O'zbekistondagi mashinalar uchun, Devo mashinalari uchun yumshoq xizmati bor. Hamma mashinalar zaptasi tayyor. Kelasizlar, bir pas ishlarini bitkizib, narxlarni yengil holatda bitkizib berishlik harakatidamiz. Xullas kalom, mana shu ishlarni bemalol kelib 100 dollarga qilgizib kelsalaring bo'ladi. Buning ichida zaptasi xizmat hamma yo'g'i bo'ladi. Ishonchli va sifatli darajada qilib berishlikka harakat qilamiz.